Hozir biz Oybek metro oldi Mirabad Avenue yonidagi xususiy bog'chaga keldik. Bu bog'chamizni oylik to'lovi 5 million 400 ming so'm, sig'imi 60 o'rindan iborat, lekin 58 ta o'quvchisi bor. Mana shu biznes hozirgi kunda chet elga ko'chib ketish safari sababi bilan biznes sotilmoqchi. Ketdik, bog'chani qisqacha obzor qilamiz. Ichida nimalari bor, o'zi olsa bo'ladimi bu bog'chani yo olish kerak emasmi? Hammasini hisob-kitobini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Ushbu biznesni sotib olishga o'zim rosa ham qiziqdim, chunki pribilniy, lokatsiyasi juda zo'r joyda va ichidagi xonalarning sig'imini qanaqa imkoniyatlar borligini ko'ramiz. Qani ketdik. Xo'p, bu joydan bizni kirish qismimiz hol boshlanadi. Ko'rib turganlaringizdek, bu yoqda игровой plashatkasi qishda yoki yozda bemalol ishlatish mumkin. Soya bo'lib, quyosh tushmaydi to'g'ridan-to'g'ri va bemalol otalarni qabul qiladigan joyimiz ham bor. Bu yoqdan bemalol stenka uchun ham oldida joy. Bilasizlar, Toshkentning bu sentrida, Oybek metro atrofida parkovka juda katta muammo bo'ladi. Parkovkaga ham sharoitimiz bor ekan. Qani ketdi, bog'chani qisqacha ko'ramiz. Bu yoqda игровой plashatkasi bor. Ichkariga kiradigan bo'lsak, o'sha buni podval qismi, birinchi, ikkinchi etaji bor. Birinchi, ikkinchi etajda hamma o'quv xonalari joylashgan. Podvalda esa sport zal joylashgan. Eng qizig'i, orqa tomonimizda oshxonamiz alohida qilingan, ya'ni bolalarga ovqat hidi kelmasligi uchun. Ketdik, ichkaridan ko'ramiz. Bu tomondan bizga hovli qismimizdan orqa tomonga basseyn bor, basseynga o'tiladi va ovqat pishiradigan joyni ko'rishimiz mumkin. Hozir birinchi binoni ichini ko'ramiz. Xo'p, binoning ichki qismidamiz. Hozir birma-bir xonalarni ko'rib chiqamiz. Ketdik. Xo'p, birinchi o'quv xonamiz bu. O'quv xonamizda hamma sharoitlari bor va kichkina guruhga mo'ljallanganligi uchun bu yoqda yotoq qiladigan, uxlaydigan bolalar uchun sharoit ham hammasi qilingan. Bu bog'chamiz umumiy holatda bog'cha loyihasi 7 yildan beri faoliyat yuritar ekan va bu joyda juda ahil jamoa yig'ilgan va bolalarimiz ham bu yerda o'quvchi soni pikda. Bu yoqdan ikkinchi qavatga chiqiladi va podvalga tushiladi. Xavfsizlik uchun bolalarga mana bu to'siqlar qo'yilgan. Bu bolalar bizga xotirjamlik beradi va podvalga tushib ketishi mumkin. Endi har bir joyda bilasizlar, kiyim almashtirish xonasi, oyoq kiyimlar qo'yadigan xonasi alohida bo'lishi kerak. Bu xona ham xuddi shunday va bolalar bu yoqda kiyimlarini yechib, oyoq kiyim qo'ygandan keyin qo'llarini yuvib bog'chaga kirishadi. Xo'p, bu yoqda qo'llarini yuvib hojatxonaga kirishlari mumkin. Ovqatlarni yeydigan oshxonasi bu, ovqat boshqa joyda tayyorlanadi. Bu yerda o'quvchilarimiz joylashgan, o'quvchilarimiz hozir dars jarayoni bo'layotgani uchun bu yoqqa kirmaymiz. Ketdik. Bu ikkinchi o'quv xonamiz. Endi ikkinchi qavatdagi xonalarni ko'ramiz. Hozir biz ikkinchi qavatdamiz. Bu yoqda hol bor. Bu yoqda bemalol tadbirlar, boshqa har xil ko'ngilochar tadbirlash marosimini o'tkazishimiz mumkin. Xonani bu tomonda, binoni bu qismida esa bizda o'quv xonamiz va yotoqxonamiz bor. Har bir gruppa uchun bitta o'quv xonasi, bitta yotoq xonasi alohida qilingan va buni qo'l yuvish xonalari alohida qilingan. Bu yoqda ham xuddi shunday, yotoqxonasi alohida, o'quv xona alohida qilingan va mana shu holatda bular ish faoliyatini davom ettiradi. Bu binoda jami 4 ta guruh ochilgan va 4 ta guruhda 60 ta sig'im, ya'ni 15 tadan qilinganda 60 taga mo'ljallangan 58 ta o'quvchisi bor. Ochig'i, men hayratdaman. Narxi ham o'ta bozor sharoitiga o'rtadan yuqori, oyiga 5 million 400 ming so'm zo'r va o'quvchi to'laligi sifat, servis yaxshi ushlab turganidan dalolat beradi. Endi o'shani qanday qilganligini podvaldagi holat, podvalni ko'ramiz. Ketdik. Bu qismimiz sport zal. Bu sport zalda bemalol shu sport mashg'ulotlarini hammasi o'tkazsa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yoqda bizda skladimiz bor. Bu skladda bayram tadbirlari uchun kerak bo'ladigan har qanday kiyimlar joylashgan. Bu endi ofisni xonamiz. Bu yerda shu rahbariyat, buxgalteriya hammasi turadi. Endi biz borib hovlidagi oshxonasini va basseynni ko'ramiz. Ketdik. Bu hovli hududimiz. Ko'rib turganingizdek, bu yoqda alohida bizda yana bitta xonamiz bor. Bu yoqda basseynimiz bor. Bu yoqda podvalga tushishimiz mumkin. Eng dahshat joyi, oshxonamiz alohida qurilgan. Oshxonani hidi binoga kirmasligi va bolalarga dars jarayonida, ya'ni ovqat hidi bo'lib yotishi hamma ota-onaga yoqmaydi. Mana shu juda bir menga yoqqan qismi. Va hovlilarni ko'rdingiz, maydonlar juda katta. Bu hududda bunaqa joy topish juda zo'r. Ijara narxini topib ko'ringlar. Ijarasi ham biznesga nisbatan unaqa qimmat emas va bu biznesga sotib olish niyatida bo'lganlar, qiziqqanlar bo'lsa, puli bo'lib turib
tayyor biznesni boshqaradigan niyati bo'lgan hammani tavsiya qilaman, kelib bemalol biz mana shu nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqishlaringiz mumkin va bemalol gaplashishlaringiz mumkin bular sotish bo'yicha. Agarda meni tavsiyam kerak bo'ladigan bo'lsa, bu biznesni agarda men sotib olganimda nima qilgan bo'lardim, o'zi sotib olishni o'ylayapman, hisob-kitoblarni, cash flow, balanslar hammasini oldim, otchetlarni tekshirib ko'raman. Agarda ma'qul kelsa o'zim olaman avvalasi. Agar olganimda birinchi o'rinda nima qilardim? Bu brendning nomini o'zgartirmagan holda, mana shu servisning o'zida, shu servisning o'zidagi kamchiliklari nima bo'lsa, o'shani to'g'rilagan holda daromadni faqat oshirishga ishlagan bo'ladi. Ya'ni bu bog'chani olgandan keyin nomini o'zgartirish kerak emas. Shu tizimni o'zgartirishga, shu tizimni o'zi, ya'ni grup aytganda 98% lik mijozlar oqimini ushlab turibdi. Bu juda zo'r ko'rsatkich biznes uchun va buni faqatgina kamchiliklarni, sochini yoki qayerlarda qirqib, ya'ni chiroyli, yanada chiroyli qilib, nima deydi, bitiga upa surib, chiroyli holatga keltirib, daromad qiladigan joy ekan. Hammaga tavsiya qilaman. Keyingi videolarda qayerda, qaysi bog'chani obzor qilishni xohlagan bo'lsalaringiz kommentariyada yozinglar. Rahbar bizga aloqaga chiqsa, bog'chani borib audit qilib beramiz. YouTube'ga uni tavsiyalarimizni bemalol berib kelamiz. Ko'rishguncha.